Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z Navbahor 25-uyda, ya'ni Muhammad Ayub uyida turibmiz. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizga kichikroqlaridan bormi degan akalarimizga akalar bemalol Andijon qora jo'jalarining kichkina variantlari ham bor. Olisizlar bu tomon sal kattaroq varianti, olisizlar bu tomonda o'rtacha varianti. Qanaqa variantidan so'rasizlar, xuddi shunaqa variantidan bor. Inshaalloh bularimiz sotuvda. Kimga zarur bo'lsa, doimiy pastda nomer qoldiramiz, aloqa qilinglar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamiz bor, faqat Namangan, Chus tomonga dastavkamiz yo'qligini bilasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Xo'roz makoni qanaqa chiqadi deganlar uchun hozirgi kunda xo'roz makoni vashim bomba chiqyapti. Qandaydir makoni o'ta ko'payib ketyapti. 70-80% sotyapman постоянно, xudo xolasa. Avvalo xudo, biz buni ichiga chiqmaganmiz. Xuddi shunaqa variantini xo'roz makoni ajratib bera olmaymiz. Lekin bu variantda bemalol ajratsa bo'ladi, xudo xolasa. Xohlasanglar buni 2 oylik qilib bog' beramiz, xohlasanglar 1 oylik qilib bog' beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqa qilsanglar bemalol gaplashib dogovor qilsak bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarda ko'pchilik obunachimda shunaqa kasallik bo'layotgan. Jo'janing ichida manaqa ko'rib mana shular faqat kasallik tarqatadigan jo'jalar bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana kasal mana shu jo'ja. Bunaqa nima qilish kerak? Shunday olasida bunga rahm shafqat qilib o'tirmaylar. Bunaqa jo'jalarga nimagaki? Ichida bo'ladi, kasallik tarqatadigan jo'jalar bo'ladi. Shunday olib qirg'itib yuborish kerak bunaqa jo'jalar. Vashim mana. Olib kelasizlar, mana shu jo'ja faqat kasallik tarqatadi mana ketyapti. Bunaqaga rahm qilsangiz, minglab, 2000 lab jo'ja yo'qotasiz. Shuning uchun bularni terib nechta olishiga qat'iy nazar yo'qotish kerak bo'ladi. Qo'linglardan kelgancha ichida yurib, jo'janing ichida aylanib turish kerak. Donlarga aniq berish kerak. Shunday derazadan rotor urish kerak bunaqa jo'jalar. Portishgan. Qolgani sog'lom bo'lib yuraveradi. Dorili suvlarni hammasini ichyapti, xudo xolasa bular. Holatlari ideal, mana sog' salomat. Hozir donini bitta berib qo'ysa, xudo xolasa shu bilan ertaga solamiz. Chunki bitta to'ldirib qo'ysa, ertalabgacha yetaveradi mana. Bularni ko'rsa to'la turibdi. Ayrimlari tugab ketgan. Chunki bitta joyda jo'ja ko'p aylanib qolsa, ana shu joyda jo'ja donni yeb bitirishib yuboradi bular. Keli shunaqa. Endi hurmatli obunachilar, yana bitta kasallik haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Aka, ko'p jo'jalarimiz pixillab qolyapti. Sababi nima? O'ta ko'pchilik savol beryapti-da. Xo'p, qaranglar. Mana shu jo'ja umuman o'lmaydi. Avvalo xudoyu, lekin jo'jalarchida xuddi shunaqa chiqib qoladi. Lekin umrining oxirigacha yashayveradi mana shu. Mana shu sog'lom jo'jadan ko'ra buni umri uzoqroq bo'ladi, qandaydir bilmayman. Doim kuzatib kelaman. Shunaqa jo'jalar tirik qolaveradi, qandaydir yashayveradi. Yashash keraksin. Mana shu holatda o'lmasdan katta bo'laveradi. Bu kasallik bilmayman qanaqa kasallikligini to'g'risi, lekin umrining oxirigacha yashayveradi. Jo'jada pixillash qanaqa boshlanadi desanglar, jo'jani skvoznoy joyini skvoznoy qilib qo'ysanglar, shundagina pixillash boshlanadi. Ungacha umuman pixillash bo'lmaydi. Mana shu ham kasallik tarqatadigan jo'jaga o'xshab turibdi aptida. Yo'q, unaqa emas ekan. Asli pixillashga nima dori desanglar, hurmatli obunachilar, zilyonka emas, yod. Yod ko'k bo'lardi, adashmasam, yoki zilyonka ko'k bo'ladimi? Yodni olasizlar, yodni olib 1 litr suvga o'ta bilsanglar taxirroq bo'ladi, g'alatiroq ta'm keladi undan.
o'rtacha bo'limenli qilib qo'shasizlar. Qo'shib turib, suvlariga qo'shib beraverasizlar. 1 litr suvga 1 grammni tortib bersanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda o'ta yaxshi rezultat olasizlar. Pixlashni arzimagan pulga to'g'rilasanglar bo'ladi, lekin betaptikalarga borsanglar, o'zini dorisini o'tkazish uchun ham shu beraveradi-da, qanaqa dori bo'lsa beraveradi. Ishonarli apteka bo'lmasa, ancha 3-4 millionlab pul ketib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda faqatgina shunaqa foydali kontentlar bo'ladi. Andijon qora suzanisini yaxshi, sifatli, ishonarli joydan olmoqchi bo'lgan aptekalarimizni video tarqatib berasa, bizning kanalda bo'ladi bu narsalar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.